Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Shahartepa mahallasidan bo'lamiz. Bugun mana yurtimiz bo'ylab barcha yurtimizda Navro'z bayramlari shukuhi aynalib yuribdi. Shu munosabat bilan biz ham shu Qo'shtepa tumani Shahartepa qishlog'ida bugun mana davrishona marosimini tashkillandi. Bugun xudo xolasa kuzatasizlar, bu davrishonani chiroyli qilib sizlarga yoritamiz. Bu ishga o'zini yaqindan ehsonlarni qilgan ehsonga qodir akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, ehsonga qodir tadbirkor akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Shularning ehsoni munosabati bilan shu dastur marosim tashkillandi. Bularga kattakon rahmat aytamiz. Doim O'zbekistonimiz gullab yashnab, xalqimiz roziligi yo'lida xudo xolasa ish faoliyatlarimizni olib boramiz. Kuzatinglar, ko'rsatamiz hammasini. Tayyorgarlik ishlari mana boshlandi. Soatimiz 4:20 bo'lyapti. Mana povurlarimiz harakatga tushdi. Xudo xolasa barchasini yoritamiz sizlarga. Mana ko'rsalaring mana bugungi Xudo xolasa oshda suyuq ovqatlarni harakati. Mana qo'y yog'lar ham solanar ekan. Mana povurlarimiz astaydi. Xudo xolasa ertalabga oshlarda suyuq ovqatlarni tayyorlash jarayonlarini boshladik. Bu mana Xudo xolasa mana yerda bizni juda ko'p yillik tut daraxtimiz ham bor shu qabristonimizda. Ularni ham ko'rsatgan mana endi. Povurlarimiz mana akamiz povur bo'ladi. Qozonlarni yana o'tlar yoqilyapti. Mana hozir 4 ta qozonda osh bo'lar ekan. Povur tog'amiz nechta qozonda bo'ladi desam, 4 ta qozonda osh bo'ladi deyaptilar. Tanjonlari sog' bo'lsin bular. Bu ishlarga o'zini ehsonga qodir akalarimiz, ehsonga qodir tadbirkorlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu ishlar mana tashkillanishiga shu insonlarni yaqindan berayotgan yordamlari bilan bo'lyapti. Bunda shu mahallamizda mahalla faollari, mahalla oqsoqollarimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar bu. Ko'rsataman, kuzatishda davom etinglar. Qo'y yog'larimiz oshga bu aka. Jizzalarni tarakaylar oladi. Jizzalarni chiqarib berasizmi povur tog'a? Harakat. Tanjoni sog' bo'lsin. Mana mehnat qilayotganlar duo qilinglar, xudo xolasa. Ularning xizmati Allohga teng. Mana shu povur tog'alarimiz olishyapti. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Xudo barakasi bersin. Ochdi. Allohu akbar. Tanjonlarning sog' bo'lsin. Boshlandi ishlarimiz xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Jazillashini qarang, xudo xolasa. Alloh beradi nazasini xudo xolasa. Baxtiyor sotilgan. Kerak emas bizga. Assalomu alaykum. Mana usta bolalar ham keldi. O'rtog'a bu suyuq ovqatmi? Suyug'i, vazir. Vazir ovqat ekan. Bu suyug'iga harakat boshlandi. Hozir baba tomoni. Kerak. Ana. Topgan tutganini olib kel. Olib keling. Topgan tutganini olib kel. Mana unda xudo xolasa oshlar bo'ladi. Nariyada ikkitasida ham osh bo'ladi xudo xolasa. Dasturxonlarimizga xudo xolasa qandlarni tayyorlanyapti. Shokoladlar qandlarimizni to'g'irlayapmiz xudo xolasa. Hammasi zo'r bo'ladi xudo xolasa.
Ustakamiz mayiz, bodam pistalarni mana tayyorlayaptilar. Mana shu ukamiz mahallamiz ustasi ular. Tanrılar sog' bo'lsin. So'zlarni hozir oshga olib boramiz, xudo xolasa. Joylar xudo xolasa mana tayyorlanyapti. Qo'llarimiz olyapti. Oshlarda suyuq ovqatlar tayyorlanyapti. Yerga olib qo'yganman. Pistalarni mana qo'yyapmiz aka. Xolasa pistalarni to'pga qilyapmiz. Mana shu yerda. Mana ancha odam xudo xolasa mana xizmatda. Xudo xolasa mana bugungi mehmonlarimizga tayyorgarlik jarayonlari bo'lyapti. Mana mahallamizning ustalari, mahallamizning yosh ukaxonlarimiz mana xizmatga chiqishgan. Xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatamiz sizlarga. Mana somolchilarimiz ham xudo xolasa mana tayyorlanib, choylar mana xudo xolasa 4 ta bokda qaynayapti xudo xolasa. Dasturxonlarimiz mana ustakalarimiz tomonidan tayyorlanyapti. Mana bu ish mahallamizda qabristonida tashkillandi xudo xolasa. Hozir nonlarimiz kelib qo'yamiz. Joylarimiz tayyorlanyapti xudo xolasa mehmonlarimizga. Ustalarimiz xizmatda. Gol. Mana kuzatinglar. Mana guruvchilarimiz uyutilyapti. Suyuq ovqatlarimiz xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Mana unimizda osh bo'lyapti ekan. Bunisida ham osh bo'lyapti ekan. Bunisida ham osh bo'lyapti ekan. Unisida nima bo'lyapti? Unisida mana shu ukalarimiz, mana shu ukamiz Tanzoni sog' bo'lsin. Mahallamiz oqsoqoli bo'ladilar. Mana shu ukalarimiz tomonidan bu amalga oshirilyapti. Tanzonlari sog' bo'lsin. Mana qovurlarimiz. Mana oshni salatlarini ham tayyorlanyapti. Ukalarimiz xizmatda. Guvoh bo'lasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim ilohimni qilingan ihsonlarni o'zing nima niyat qilingan bo'lsa dargohida qabul qilib Parvardigor. Mashatda musulmon xizmat qilayotganlar, ihson qilayotganlar tanzolar qabul bo'lsin. Ular ihsonlarini dargohida qabul qilsin Parvardigor. Bu mahallamiz obod bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mahalla ko'ydagi hamma uyda barcha bemorlarga Allohim g'azizay karamda shifo ato qilib Parvardigor. Safardagilar safarlari bexatar qilib bu bilgi kerak qilayotgan dekonchilarimiz fayz barakotini bergin. Tanjonlarini sog' qilgin ilohim. Kamko'slik ko'rmaylar. Ilohim mana yurtboshimiz mana shunchalik sharoitlar yaratib beryapti yurtboshimizga. Uzoq umr tilaymiz Parvardigor. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ilohim xizmat qilayotgan ukalarimiz hammalarini sog' salomat bo'lsin. Ya'ni oyani kunlarga hammamiz oramizdan xato bo'lmaylik. Rabbana atina fid dunya hasana va oxirat fil hasana va qina azabannar. Rahmatga yo Allohu akbar. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling.
Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar aka. Aga bağa yürü. Aga bağımına giremem. Bir beraber. 5-10 gülü koyuş gerek. Kelinglar, kelinglar. Yürüyorlar, yürüyorlar. Kelinglar, 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 kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. من مسئله طالب نماز خیلی اللهم إني أسألك والعافية في الدنيا والآخرة والعافية سقلة Xush kelibsizlar. Esdalik olib qo'yapman akalar. Ne 20. Mana nonlarimiz keldi. Hozir mana tushiryapmiz. Qarang, chiroyli nonlarni. Tinchligimizga go'sht tegmasin. Biz yurtimizga shunaqa bayramlar, shunaqa tadbirlar yarashadi. Bolalar bormi? Bolalardan qo'ying, o'zingiz nima qilmasdan. Ana yosh bolalar qilaveradi bu bolalar chaqiring. Kepagayib qo'ymaysiz keldim. Yo'q, o'zim bo'shamayapman. Uyga bo'shamadim. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar ukalar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilna munzalan mübarek. Kelgan manzilimiz inshaalloh. Çünkü ushbu
bizi yurtimizni, bizi mahallamizni bir ruh dargohi, qadimda masjid bo'lgan, ko'pchilik maktab iborat qilgan, itoat qilgan, mana qo'shnida qabriston, joylarini jannat qolganlarni salomat qilgin, mahalla ahlini salomat qilgin, yurtimizni tinch qilgin, osmoni butun safo qilgin, har bir xonadonda tinchlik ne'matini dunyoda tinchlik ne'matini yog'dirib turgin, nurini yog'dirib turgin Parvardigor. Mahallamizni ahlini ham salomat qilgin, mahallamizni yana obod qilgin, mahallamizda xizmat qilayotgan barcha birodarlarimiz, katta kichik mahalla oqsoqollari kimki mahallamizga yordam berayotgan bo'lsa, nafi tegayotgan bo'lsa, hammalarini Alloh salomat qilgin, umrlariga, rizqlariga baraka bergin. Allohim faqat o'zingga yaxshi, o'zingdan yaxshiliklarni tilaymiz. Lekin duolarimiz o'zing ijobat aylagin. Allohumma taqabbal minna du'aana wastajab da'vatina واقضي حاجاتنا وهب لنا مراداتنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. Qo'shlarimiz nima damlanyaptimi bu o'rtoq? Qo'y yog'i go'shti bo'lyapti. Ha, bu tinchligimizga nima yetsin aka? Bunaqa bizni O'zbekistonimizga shunaqa bayramlar yarashadi xolos. Narigisini ham damlayapsiz aka, aka. Tanijonlaring sog' bo'lsin o'rtoq. Qo'llaring dard ko'rmasin. Mahallamiz o'g'illari, tanijoningiz sog' bo'lsin aka. Mana akalarimiz, mana mahallamiz o'g'illari, xudo xolasa, bugun mehmonlarimiz. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar mehmonlar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar bular. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Keling, keling. Yuraveringlar, yuraveringlar. Kelinglar. Kelinglar, 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 kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Hadi yuraveramiz, yuraveramiz, yura. Kelinglar. Bakayım, o'tiraveramiz, bakayım. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar.
Kelinglar, kelinglar. Botar mana quyishni boshladik. O'pkanglar. Qasirlarda. Sergo'shli qilib quyinglar, ha? Bir yayrasin. Mana osh damlandi bunda. Bunda ham osh damlandi. Bunda ham osh damlanyapti. Nariga ham oshmi aka? Osh. Ha, osh. Faqat boramiz. Mana qo'vrakalarimiz. Tanijonlaring sog' bo'lsin aka. Xalq xizmatida charchamanglar. Ahmadjon. Ahmadjon, ey Ahmadjon. Ani kanisida suv olib keltiring endi aravachada, qo'lda ko'tara olmaydi. Uy bo'lgandan keyin. Hammaga nima qilib to'roni? Hammaga nima qilib to'roni? Qayerga chaqiring? Qayerga boring? Kelinglar mehmonlar. Oldilaringga qo'yilgan non ne'matlarni olishib, tushibsizlar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Kelinglar. Keling ham tog'a. Yuroni ham tog'a. Kelinglar. Olyapman. Duo qilib qo'ying shularni. Sog' salomat bo'ling. Shuni ham tan joni sog' bo'lsin. Allohu akbar. Keling domla. Hozir kiraman. Keling hozir. Futbol olamizmi, Abduqodirni Husanni olamizmi, Shomurodovni olamizmi? Chiqyapti-da, futbol bo'lsa ham chiqyapti. Nima bo'lganda ham, qanday bo'lsa ham polvon musulmon, zaif musulmondan ko'ra Robbimizga mahbubroqdir Rasululloh desam aytdilarmi? Misolda shaxmatni olamizmi, kurashni olamizmi, bu tomondan olasiz. Men kruzga nima bor? Doim haliga tekshirib turaman. B2 degan sertifikat bergan, sifr beradigan nima bor? Arab tilida. Men o'zim topshirganman. Mana shu 15-16 yil bo'lgan bo'lsa, tayinlanmasdan oraga topshirganman, 50 necha bilan qolib ketganman, 72 ball bilan olinadi. Hozir ko'ryapman, 3-sinf bolasi olib qo'yapman. 3-sinf bolasi 250 nechtadan so'zdan iborat diktoriga nima yozadi, anaqa xat yozadi. Menga bir oylik tasdiqnoma berishingizni so'rayman. Ochib berishingizni ta'tib o'shani yangi Qur'on tilida emas, hozirgi arab tilida, hozirgi ingliz tilida yozadi. O'shani 3-sinf bolasi olib qo'ydi. Ana Ishon G'oyib deb professormi, doktorim, fan doktorimi degan odam bor. Qalay bo'lyapsam, hozirgi bolalarimiz ongi baland bo'lib ketyapti. Nimaga bilasizmi? Yo'q, bilmadim desam, qanaqadir nashani chekib olib bolalarni bulg'anib ketdi, mana endi tozalanyapti deyapti. Tozalanyapti bolalarimiz. Hozir to'g'risi bor aka, men o'g'il kuni aytdim. Soat 8 ga efson. Kelsak, qorilar tugatish. 7:42 18 ming qoldi. Dadasi aytibdi, nima qori bola, domla o'g'illarni ko'rsatib bering, maktabga borsin. Allohning o'xshagan barakotini bersin. Desam, Qur'onni berib tugatib qo'yaylik desam, Qur'onni tugatishdi deydi. Ertaman mamlakatdan keyin borib 5 boladan Qur'onni 6-sinf, 7-sinf bola tugatib maktabga ketyapti. Mana hozir 8 bo'lyapti. Ertadan necha bor o'qidik? Biz bolalarimiz necha bor o'qidi? Nashetda mana shu O'zbekiston. Bittasi Xudoga taolo alhamdulillah degan shukr, menga Alloh taolo o'g'il berdi.
Allohning inoyati bilan ayolim homilador bo'lgandan tuqqungacha 12 marta xatm Qur'on tugatdi. 12 marta Qur'onni eshitgan bola dunyoda nima bo'ladi? Vatanni, yurtni, millatni, xalqini g'amiga o'mlamizda Qur'on bo'lsa? Qarang, yurgani yuribdi, lekin ishlagani qaysi ma'noda o'qigani o'qib boryapti. Shunaqangi o'qib boryaptiki, vaqtlarini shunaqangi zoya qilmayapti. Xo'p, men o'tiraversam somorda, siz o'tiraversangiz somorda, bolamizni qachon o'qitamiz? Men bilmayman, televizorda qachon serial ko'radi, qachon televizor ko'radi, qachon multfilm ko'radi, hech ham aqlimga sig'maydi. Nimaga bolalarning vazifasidan kamida 1 soat o'tirmasangiz, shunaqa dars o'qib beryapti, men maktabga. Ulgumayapti. Shu bola qalam va maktab nimani televizor ko'radi, qalam multfilm ko'radi, qalam serial ko'radi, bilmayman. O'tirmanlikka bolam deb turib, bola chaqamizni olib kelib, mana bunaqangi qilib, kecha Qur'oniy Karimdan boshqadan ilmiy ma'rifat o'rtachigina qor ekan. O'rtacha 2 pora Qur'ondan nimam bor ekan, vazifam bor. Yaxshi deb dedim, 4 pora o'qib ketadi. Hisoblasam 25 marta tugatarkan bir yilda, 2026, 25 ta, 2025 ta. 25 marta Qur'onni tugatdi. Sizchi, men katta aydim, kichikdim demay, ma'no o'zim kelyapti. Qor aka, onaxonim Qur'onni yetkazdi. Yaxshi, birinchi marta yetkazdilar, duo qo'yasiz. Bitta xatmi Qur'on necha kirdilar onaxoningiz? 76 ga kirdilar. Ey Alloh, birinchi tugatdilar. Bizga nima uzr? Nimaga uzr? Keyingisi aytyapti, keyin Habibda yana dastur o'qdim, bitta yoshroq bola keldi, qora aka, Qur'onimizni yetkazishdi, qizim. Muborak bo'lsin. Yana bitta xatmi Qur'on. Deb turib, qizim aytdiki, domlaga borib ayting, birinchi xatmi Qur'onni Payg'ambarimiz alayhisolamga bag'ishlaysiz. Ekan kishi insonlarning nimaga yaxshi mahallamiz obodonligiga, istiqbolligiga, yaxshi kunlarda xizmat qilish hammamizga nasib qilsin. Boshlarimizni Alloh barakasi bersin. Allohu akbar, sog' bo'linglar. Boshlarimiz buzilishni boshladi. Aytib yuboribdi-yu, Qo'g'irtog'a. Gapirib yuboribdi, yosh gapirib. Qo'lingiz dard ko'rmasin, qo'lingiz dard ko'rmasin aka. Tovoqlarni olib kelinglar, tovoqlarni ushinglar. Tovoqlarni olib kelinglar. Boshni qarang, Alimardon. Gapirib yuboribdi-yu, gapirib, mana qo'y yog'i, qo'y go'shida qora qo'shqorni yog'ida bo'lgan mana oshga kelinglar. Hurmatli yurtdoshlar, guruchni ham o'zgandi guruchmi? Oquruq. Qo'g'irtog' boblaydi. Oshni qarang, gapirib boribdi. Sizga qazilar bor. Qazilar ham bor, a? Yana o'tiylar o'zi Bedana tuxumlarni achishganmi? Tayyor, a? Olinglar, katta bolalar olinglar tovoqlardan. Sergo'sh qilib soling. Ha, bo'ladi aka. Olib keling. Mehmonlarimiz xafa bo'lmasin-da. Yo'q, qo'yni atiga so'yganmiz. Qora qo'shqor so'yilgan. Tovoqni olmaylar, bitta odam olib beradi tovoqni. Qo'y. To'pla. Ma. Ham qilib ushlab bilmaydi. Qo'y. Kel, kel. Tovoqni kelinglar. Tovoqni qo'yib kel. Tovoqni qo'yib kelaylar o'zlari. Yo'q, kelaverma, olib beryapti. O'sha bitta katta Qoshiq soldiringlar, qoshiq. Olib kelaylar.